Belki mage Asiya mageke. Uyum joq ko'chada qalam deb o'ylamadim. Endi az qayoqqa borishni bilmay jatam. Uy topalakman, uy topganim joq. Sizlardan so'ragancha menga yordam berg'ilach. Qiynalib ketdim. Hozir qayoqqa borishni ham bilmay jatam. Hozir janimda 3 bolam. 3 bolam janimda, bir qizim abjasiga berganman. Yordam berg'ilach, nima qilishni bilmayapman. Atası var mı baldarda? Ova atası var, biroq qaramaydi, o'shol tashlab ketib qoldi-da, boqmay qaramay tashlab ketib qoldi. 3-4 oy bo'lib qoldi-da. 3-4 oydan beri o'shol ejalarimni, tanish bilish ejalarim uyda bir kundan jatib, bir kundan kirgizib juratilar, ana bugun chiqarib yubordi-da. Endi qayda boram deysiz? Bilganda o'shol qayoqqa borishni bilmay jatam-da. Ne qilishni ham bilmay jatam hozir. Ko'chada qoldim. Uy topmay jatam, 3 bolam bilan qiynalib. O'shol uy tarafdan yordam kerak bo'lib jatadi-da. Yashab turganga ertaga qish kelib jatadi. O'shol jang'ir chachim bo'lsa-da qayoqqa boram deb o'ylab siqilyapman hozir. Tanish bilish ejalarim 200 so'mdan 100 so'mdan qilib berib turishadi-da. Hozir biroq aqchamdagilar yo'q hozir. Ne qilishni bilmay jatam hozir. Qayoqqa borishni, bolalarim issiq kiyim kechaklari ham yo'q-da hozir. Tuni saqotib qolarmikin deyapman. İlk paketli giyimler var mı? Ova, shul kiyimlar bor. Kiyim issiq. Salamatsizmi? Men biradir jaqdan bo'lim. Yoshim 30 yoshda. Atim Navro'za. Biradir o'shol yuzi jaqdan bo'lim. Apam bilan atam o'tib ketgan. Bir tug'anim ham yo'q. Hozirda 4 bolam bor. Hozir ko'chada qiynalib juram. Cho'ng bolam yoshi 9 yoshda. Undan keyingi qizim 6 yosh. Ondan keyingisi 4 yosh. Eng kichkinakayim 1 yashar bo'ldi. O'shol qiynalib hozir ko'chada qolib ketdik-da. Yashaganga uyimiz yo'q. Bir tug'anim dag'lar yo'q. Qiynalib juramda. Kelishmovchilik bo'lib, yo'ldoshim bilan ajrashib ketganman. Siz aytib bersangiz, bu tege o'zingizning tug'an urug'ingiz, ota-enangiz bormi? Uy joyingiz bo'lganmi? Ota eshigim bor, biroq ular abjam nomiga o'tib ketgan. 3 abjam bor. Abjalarim nomiga o'tib ketdi-da uychi. Ota eshigim o'tib ketdi. O'shol abjalarim nomiga o'tib ketdi uy. 3 ta tayjalarim bor, o'shol tayjalarim nomiga o'tib ketdi-da uy. Men metrkam matadinochka deb olgan ekan apam. Atam 11 yoshimda o'tgan. Apam 2014 o'lgan. O'shandan beri qiynalib juramda. Hozir bora turgan yerimdagilar yo'q. Ne qilish? Kecha 2 kun bo'ldi, o'shol ko'chada jursam, bir eja yig'lab jursam, ilib. Bir eja basing menikiga kirib turing, 2 kun bo'lsa ham o'tirib turing deb nima qilib 2 kunga olib kirib ketdi. Hozir ular ham uydan chiqarishib yubordi-da. Bugacha ham qayerda yashab yurdingiz? Bugacha o'shol tanish ejalarim bor edi, o'shalarga bir kundan bo'lib o'shalar uyda yotib juratalamda. Oxirgi jolib uyingiz bilan qancha vaqt yashab qolganingizda? Уже 3 oy, 4 oy bo'lib qoldi-da, meni tashlab ketib qolganimga mana qizim otasi-chi. 3 oy, 4 oy bo'ldi уже tashlab ketganiga. Qizingiz qancha yoshda? Hozir mana qizim 1 yashar bo'lib qoldi. Kichkina javobgarchiligi yo'q edi. Ana kiyim kechakdagi qilib berib aytaylar, qursog'imizni ham da yaxshi boqib aytaylar, qursog'imizni-chi. Hozir mana bolam ham internet maktabda o'qiydi. Ana bolam ham kiyim kechaklari yo'q maktabga. 1 oyda bir olib kelaman maktabdan. İnternetdan? Ova, internetda o'qiydi. Yani şu 4 balanızdan biriyle yoldaşlarınızca qanday? Yo'q, men 3 turmush qurganman. 3 ta turmushga chiqqanman.
Birinci turmuşum kayna ejelerim, kayna singillerim bardı. Şolar meni battırbay, kişine nime qilmay tuhmat qilishib, tilla o'g'risiga chiqarib, o'shandaylar bo'lib, anan ajrashtirishib o'rganda kelishmovchilik bo'lib, şol meni jomon ko'rishib, bir o'g'il, 3 qiz o'tdi ular. Birinchi kuyovimchi, bir o'g'il, 3 qiz ele. Ikkita ejasi, anan bir singdisi bor ele. Shunday bo'lib, anan Anan qancha bolangiz var? ikkita cho'ng baldarim o'sha 19 yosh bolam, anan 6 yashar qizim. Anan Alan uçta öyle. ova o'shda noqatga teganman. Birinchi turmushimga, anan ikkinchi turmushimga nimaga tegdim? Buna qizim otasi, ikkinchisiga Bishkekka tegdim-da. Anan to'qmoqqa teganman. Anan o'sha uchinchisiga o'shga tegdim. Qahramon degan ayolga. Kaç yaşta durmuş buldunuz? 17 yoshda teganman. Hazır 30'dasınız. Ova hozir 30 yoshdaman. Ertaga turmushga chiqibsiz da. Ova kuyovim o'sha baldarimni jomon ko'rib, baldarim og'ir olib, urib, o'sha nima qildilar, anan meni ham o'zimni ham urib, shunday qilib, anan chidolmay qoldim-da, opam yo'q, meni xo'rdosh shunday qilishdi. Tuğanlarınız var mı? Yo'q, bir tug'anim yo'q, hech kimim yo'q. Birela qizim. Hozir ham jotqanga ham joyimiz yo'q, ham tuni nima qilamiz ekan deb o'ylanyapman. Sizin bana tuğan yeriniz yok mu? Ova yo'q. Geçen gün ne yapacaksınız? Kecha o'sha bir eje meni uyimda, men merega dag'i bordim ele-da, mere jaqqachi. Merega borsam, meni hech kim qaramay qo'ydi-da, men o'shda uchotim o'shda emas ekan, o'shaga uchotingiz o'shda emas ekan, uy bermaydi deb o'shanda qaramay qo'ydi. Bir eje uyga olib ketib, anan bugun chiqib keting deb chiqarib soldi-da. O'zingiz endi eptep joy toping, boshqa jotqanga joy toping deb chiqarib soldi. Şol bugün tuni qayoqqa boramiz ekan deb hozir o'ylanib o'tiraman. Anan O'sha ellerden yordam so'rab, kishine menga yordam berib qo'ysa deb so'ranish, sizlardan yordam berg'ilachi, Alloh yo'lida, Allohning yo'lida. Baldarim uchun yordam berg'ilachi, qiynalib juram. sizlerge eller qancha yordam beradi? Em bankınız var mı? Qanday? Ova, bank bor. Şol uy jaqdan yordam bersa yaxshi bo'lmoq ele. Ova bo'laveradi. Şol Em bankınızda aytsanız qancha ne? men nomerimni jotdan bilmayman-da. Anda ekranga жазып qo'yganda Mayli. yordam berib turgan. Hozir men boshqa qilib javob yashay turganga uy kerak sizga. Ova, şol bugün dag'ili borgan jerim yo'q. Sizlerden so'ranish, Allohning yo'lida shu baldarim uchun yordam beringizlar. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin sizlarga. So'ranish, sizlardan bugun tunimda qizim gripp bo'lib qolgan, qaysi yerga borib yotishni bilmay yotam. Daha qo'shimcha qanday ma'lumotlarni aytasiz? Shu hozir menga ko'proq shu qiynalib baldarim bilan qiynalib juramda, ko'chada qiynalib jurib, qiynalib ketdimda, ko'chalarda jurib, paketlarni ko'tarib olib, baldarim kiyim-kechaklarini ko'tarib olib, anan menga elder yordam berib, kishine ko'rpa to'shaklar, palas-malaslar bergan ele, o'sha ko'rpa to'shaklarim men bir ejani uyga qo'yib turdim. Anan ol ko'rpa to'shaklarimni ham olib chiqib keting, uyda bo'shatish kerak deb o'shantib nima qilyapti, kishine elderda yordam berib, elder shu ko'rpa to'shak, palas-malaslarni olib chiqib keting deyapti. Men hozir uni ham olib chiqib ketgan joyim yo'q-da. Birovlar akça-pakçalar bilan yordam berib turadi, sizni bilgan odamlar. Yo'q, men hali hech kim bilmakda. Yordam bir-ikki odamdan yordam so'rasam, o'zimizni nimalardan, hadiyalardan de yordam so'rasam, ochib turib yozdim, yordam so'rab yozsam, ochib nima qaramadi-da. Ikkinchi turmushingiz Bishkekka degan to'qmoqqa. Ova, Qancha yil yashadingiz? 3,5 yil yashadim, 3,5 yil. 3,5 yil yashadim.
bolmadı. Ova bolbodu. Baldarım atası alimentam tolamyptı. Hazır men alimentke tapşyrayın desem meni korkutuşup jatatda. Oşol sen hazır üýjagyň jok, köçede jürösün. Baldaryny tartdyryp goýamyz dep oşantyp korkutuşýapdyr hazır. Baldarym gaýta tartyp hökümet kaldırıp koýabыз depdi. Ova oşantyp alimentke tapşyram desem tapşyramyap anan pasobiýa kılaýyn desem üç ötüm har jerden çykyp berýärdi. Pasobiýam kılamyapmanda.